Payg'ambarimiz jannat eshigini taqillatib, eshikni ochib, jannatga kirib boshlasalar, ana o'sha paytda bir ayol kelar ekan. Va payg'ambarimiz bilan jannatga kirishlikka musobaqalashar ekan. Xuddi payg'ambarimizni yelkalariga yelkasini tiragan holatda jannatga kirayotgan holatlari tasvirlanadi-da. Shunda payg'ambarimiz voy haki man anti, ey siz kimsiz deb so'rasalar, men eri vafot etgandan keyin umrini, hayotini yetimlarini tarbiyalashlikka bag'ishlagan zotman men der ekanlar. Ko'plab opalarimiz, onaxonlarimiz, singillarimiz turmush o'rtoqlari vafot etgandan keyin turmush o'rtog'idan qolgan 2, 3, 4, 5 talab farzandlarni voyaga yetkazib, ularni turmushga uzatib, uyli joyli qilib, ahli iymon, ahli saloh bo'lib, katta qilishlikka umrini bag'ishlab yuborgan ayollarni ko'rasiz. Boshqa turmush qilmaydi. Ana o'shanaqangi ayollarimizga berilgan mukofotni qaraysiz. Ularga va'da qilingan karomat, sharofatni qarang. Payg'ambar alayhissalom bilan jannatga birinchilardan bo'lib qadam bosadigan, jannat darvozalaridan birinchilardan bo'lib payg'ambar bilan yonma-yon jannatga kiradigan odamlar bo'lar ekan-da bular.